Midwest va Pro Cinema Production tomonidan ishlab chiqarilgan. Philpol Films va Rebel Entertainment ko'magida tayyorlangan. Royal Rain filmi. Sen buni ko'rdingmi, Josh? Ha. Ablahlar. Tasavvur qilyapsanmi? Hechqisi yo'q. Biz ularga ko'rsatib qo'yamiz. Bu dahshat. Men bunga yo'l qo'ymayman. Men ham. Biror chora ko'rish kerak. Qo'shilaman. Bu hech narsaga yaramaydi. Yaramaslar. Xo'sh. Ketdik, Josh. Orqada qolma. Bu nima edi? Bilmayman. Balki yenotdir. Axir ular kichkina-ku. Buni saniq kattaroq. La'nati. Nahotki bu yerda ayiqlar bo'lsa. Albatta, bu yerda ayiqlar bo'ladi. Shu yetmay turganda. La'nati! Ey Xudoyim, Josh! Josh! Sekin. Men uni ko'ryapman. Ey Xudoyim! Yordam bering. Yordam bering! Yordam bering! Shafqatsiz ov. Ushbu filmda James Oliver Whitley, Fatina Papatheodorou, Priya Blackburn, Nosh Kauga,
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, Anthony cash in for a Barclay. ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. Colin May I'm gonna va stay boshqalar there till I suratga feel like I'm tushgan. winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. Bastakor Royal We Rain. all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Turkmeniston o'rmon xo'jaligi. Let's go! Hey! Yeah, this is my Pastanak life, my Tachar strength, Gerard, my right Royal to Rain. fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever Prodyuserlar done. Margarita What's the point of living Sayanova, if you Gabriel ain't having Georgiev, fun? Alexander Skrapkov. I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, Ellen Vander, Jordan Wikström va Royal Rain. We all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? Ularning mualliflari Chet Low va Christopher Jolly. Rejissyor Royal Rain. New Haven spa kurorti. Men bilan borishni istamaysanmi? Mayli. Men tushundim. Video kuzatuv olib borilmoqda. Salom azizam. Qurilishga kelgan ekansan, kaskangni kiyib ol. Azizam, Ha, juda ajoyib. Meni Morrison xonim deb chaqiring. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Salom. Salom. Rostini aytsam, ertaga kelasan deb o'ylagandim. Uzoq kuttirib qo'ymaslikka qaror qildim va mana keldim. Alex mashinadan tushmaydimi? Sen nima deb o'ylaysan, Jace? Ketdik, hozir hammasini bajaramiz. Ular bu joyga jiddiy pul tikishyaptimi? Bu yerda xalqaro kurort qurishmoqchi. Hamma narsa rejangiz bo'yicha ketyaptimi? Qaniydi. Ko'pdan beri sen Bir hafta. Biz xona ijaraga oldik. tushunarli. Rahmat. Hozir o'qishing shart emas. Bilaman, seni ishing ko'p. Sen hozir yangi loyihani ishga tushirmoqchisan. Ha. Lekin xavotir olma. Men buni iloji boricha tezroq qilishga harakat qilaman. Yaxshi. Rahmat. nega bunday qilding? Nima qilganing bu? Senga buni qil demagandim. Bilaman. Sendan iltimos qilgandim-ku axir. 1000 marta aytdim, o'ylab ko'rish kerak edi. Men yigitlardan so'ramoqchi edim. Keyin mayli. Yuring, hozir hammasini ko'rsataman. Mana bu yerda.
Qurilish. Yordam bering. Oyi! Oyi, tezroq bu yerga keling! Oyi! Unga yordam bering! Tez yordamni chaqiring, tez bo'ling. Tezroq, tezroq. Xo'sh, hozir. Shunday. Sizni New Haven qurilishidan bezovta qilyapmiz. Old Road 40 haqa, uni kaltaklashganga o'xshaydi. Uning ahvoli juda ham yomon. Tezroq keling, iltimos. Unga qanday yordam berishni ham bilmayapmiz. Tayyormisan? Ha, oying haq, bu yerdan ketganingiz ma'qul. Muhitni o'zgartirishingiz kerak. Ehtimol. Men mashinada kutaman. U ko'nikib ketadi, Jays. Shunchaki biroz vaqt kerak. Ha, bilaman. Biz Cambridge mehmonxonasiga joylashdik. Soat 8 da kechki ovqatga kel. Bugunmi? Ha, soat 8 da. U yer yaqinida yaxshi bir kafe bor. Ha, bilaman. Mayli. Ko'rishguncha. Sherif, Janob Shayder, bir daqiqaga mumkinmi? Sherif Riggins. Meni Jace deb chaqiring, sherif. Janob Shayder meni otam edi. Oilangiz oldingizga kelganmidi? Ha, shunga o'xshash. Sobiq ayolim va qizim. Hammasi juda murakkab. Ha. Oson emas. Bu Jace Shayder, qurilishda muhandis. Bu Kate Dix, o'rmon xo'jaligi ranger xodimi. Salom. Salom. Siz qurilishni boshlagan paytingizda meni hamkasblarim bilan tanishgan edingiz. Ha, tanishganman. Va bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Xullas, yana bir kishi bedarak yo'qolgan, qandaydir Scout Flanagan. U boshqa jabrlanuvchi bilan birga mahalliy mehmonxonaga joylashgan. Jin ursin. Ha. Ular eko faollar edi. Shahardagilarni aytishicha, u doim uning orqasidan soyadek ergashib yurgan. Demak, o'rmonda yigit bo'lgan bo'lsa, ehtimol qiz ham bo'lgan. Ha, uni ergashtirib yurgan bo'lishi ham mumkin. Bu ishni qilgan odamni topmagunimizcha qurilishni yopish kerak bo'ladi. Bu qancha vaqt oladi? Balki bir kun, balki bir hafta. Hammasini tekshirib, aynan o'sha ayiq ekaniga ishonch hosil qilish kerak. Shuning uchun ham Mendan nima talab qilinadi? Ishchilaringizni tarqatib yuboring. Biz tugatganimizdan keyin qaytib kelasiz. Ketdikmi? ketdik. Yigitlar, Hamma ortimdan. odamlar shunaqasini yaxshi ko'rishadi. Bilaman. Uni topishimiz kerak. Qani? Qo'lga tushding. o'rmondagi daraxtlarga tegmang. Ehtiyot bo'l.
Qabul. Denning tamaddixonasi. Yigitlar, sizlarga aytsam, o'lgudek qo'rqib ketdim. Bu shunchaki qandaydir tentaklik. Menga aytadigan so'z ham yo'q. Ha. Jiddiy aytyapman. Bilaman. Xuddi kinoga tushib qolgandekman, Jace. Men esa bu tinch shaharcha deb o'ylagandim. Dahshat, shundaymi? Men bilmayman. Biror narsa yeging kelmayaptimi? Istamayman oyi, rosti. Chindanam. Tushunaman. Bugun og'ir kun bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi joyida, dada. Ha, mayli, xonimlar. Borib, yana ichimlik olib kelaman. Otangga nisbatan kechirimliroq bo'l. Ha, yaxshi. U harakat qilyapti. Bilaman oyi. Mayli. Bu o'shami? Ey, og'ayni. Sen ham quruvchilardan birimisan? Sen mening shahrimni vayron qilgan razillardan birimisan? Lekin sen kabilarga men singari majburiy ishchilarning ahvoli qiziq emas. Senday ahmoqlar o'zlarining qimmat uskunalari bilan bu yerga kelib, taraqqiyot nomi ostida atrofni ag'dar to'ntar qilishadi. Bunda tabiiy yashash muhitini buzib, yovvoyi hayvonlarni shaharlarga yaqinroq joylarga ko'chishga majbur etishadi. Shu taraqqiyotmi? Dada. Quloq sol. Menga ko'ngilsizlik kerak emas. Unda bu yerdan yo'qol. Gapirdingmi? Dada. Nima? Ularni himoya qilyapsanmi? Ha. Bu eshaklarnimi? Yo'qol bu yerdan. Mayli. Rahmat, men sizdan juda minnatdorman. Denning tamaddixonasi. Bu nima edi? Men qayerdan bilaman? Bilmayman. Ablah. Qoyil sizga, dada. Ajoyib. Biroz havoga chiqishim kerak. Bora qol, quyoncham. Quloq sol. U o'rtamizga qo'ygan devorni men buzolmayman. Unga biroz vaqt kerak, Jace. Uni shoshiltirma. Maylimi? Shirin makkajo'xori, kartoshkali baliq, shirinliklar. Denning tamaddixonasi. Politsiyachilar to'sig'i. Kirish taqiqlangan. Mostnet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Sherif. U yerga iloji boricha tezroq yetib borish kerak, imkoni bo'lguncha.
Salom, Jace. Salom Sherif. Keyt, kecha kechqurun menga bosh direktor qo'ng'iroq qildi. Tushunib turganingizdek, u qurilishni to'xtatib qo'yishingizdan xursand emas. Unga o'xshaganlar doim nimadandir norozi bo'ladi. Bilaman, lekin meni majburiyatlarim bor. Biz bilan yuring. Sizga ba'zi narsalarni ko'rsataman. Sherifning aytishicha, siz shu yerli ekansiz-da. Ha, bu Uzmondan. Rostdanmi? So'nggi yillarda bu yerda ko'p narsa o'zgardi. Hech narsa deya olmayman. Maktabni tugatgach mamlakat bo'ylab sayohat qila boshladim va oxir-oqibat Kaliforniyadagi qurilishga borib qoldim. Bu yerlar Kaliforniyaga o'xshamaydi. Bu yerga odatda u yerda xato qilganlar keladi. Siz buni ko'rishingiz kerak, Jace. Biz nima bilan shug'ullanayotganimizni tushunishingiz kerak. Bu masalani boshliqlaringiz bilan muhokama qilishingiz kerak bo'ladi. Yer ularga tegishli, ammo ogohlantirishlarimizga e'tibor bermay qurilishni davom ettirishsa, ular jiddiy muammolarga duch kelishlari aniq. Buni hisobga olmasdan kelish kerak emas. Qo'ng'iroq qilib, nima qilish mumkinligini aniqlab ko'raman. Eng so'nggi tarjima seriallar. Bunga qancha vaqt sarflaysiz? Biz g'arbiy Montana hududida 82 ta ayiqqa mikrochip o'rnatdik. Va bu voqeadan keyin ularning har birini tekshirib chiqdik. Bu o'shalardan biri edimi? Yo'q. Ularning hammasi uzoqda edi. Aftidan, bu yovvoyi ayiq bo'lsa kerak. Demak, bizda halok bo'lgan qiz va yarador yigit bor. Biz uni topib yo'q qilishimiz zarur. Aks holda boshqa birov jabr ko'rishi mumkin. U shaharda paydo bo'ldi deb o'ylaysizmi? Tushuntirishga harakat qilaman. Odamlarga talpinadigan ayiqlar bor. Axlat qutilarda titkilanib, ovqat qoldiqlarini qidirishadi. Shunday qilib, bizning ayig'imiz o'sha ayiqlar bilan oziqlanadi. Ular necha yoshda edi? 20 yoshdan sal ko'proq. Xudoyim. U tillay bola. Shuning uchun butun hududni yopishimiz kerak. Bu yerda begonalar bo'lmasligi shart. Hozir qo'ng'iroq qilib aniqlayman. Bu shahar aholisiga ham tegishli, Jeff. Men aybsiz ayiqni adashib otib qo'yishlarini istamayman. Odamlarim kecha-yu kunduz navbatchilik qilishadi, lekin bizni bo'limimiz kichkina, Kate, hammasini qamrab ola olmaymiz. Izidan tushasanmi? Umid qilamanki, ha. Kim qila olishini bilaman. U bizga yordam berishni istashiga shubha qilyapman. Biz hammasini tekshirib chiqdik. Lekin hech narsa topilmadi. Ehtimol payqamagandirsiz. Shunchaki qo'ldan chiqarishlari mumkin edi. Yo'q. O'tkazib yubormadik. U bizning safarimizdan so'ng uni jasadini olib keldi. Bu siz biz uddalay olmaymiz, Kate. Sen buni bilasan. Politsiyachilar to'sig'i. Bugun menga bosh direktor qo'ng'iroq qildi. Nima qilishni u va kompaniya egalari hal qiladi. Siz esa hozircha majburiy dam olishdan bahramand bo'ling. Biz bu yerga dam olish uchun emas, Jace, pul ishlash uchun kelganmiz, to'g'rimi? To'g'ri, ha, to'g'ri. Ha, bilaman. Agar bu xavfsiz bo'lganida qurilishni davom ettirardim. Unda shunday qil. Ha! Yetarli. Jace butunlay haq. Nima ular aqldan ozganmi? Bu meni talabim emas. To'g'risini aytsam, ularni tushunish mumkin, Sherif. Ular bu yerga ishlash uchun kelishgan. Agar qurilishni to'xtatsa, ular hech nima ola olmaydilar. Agar ular halok bo'lsalar-chi? Ha, men hammasini tushunib turibman, lekin anovi yosh juftliklar yarim tunda o'rmonda yurishgan. Meni yigitlarim esa qurilish maydonchasida kunduz kun ishlaydilar. Biz bu xavfsiz ekanligini bilmaymiz. Men yoki u sizlarning qarindoshlaringizga qo'ng'iroq qilib, birortangiz jarohatlanganini yoki vafot etganini xabar qilishni istamaymiz. Bilasiz-ku, qurilishni yopishga haqqim bor. O'tinaman, Sherif.
Lekin men sizni kompaniyangiz bilan sudlashishni istamayman. Shuning uchun Iltimos, marhamat qilib uyingizga boring. ishni davom ettirishingiz mumkin, lekin qurilish maydonchasidan bir qadam ham jilmay, faqat kunduz kun ishlashingiz mumkin. Tushunarlimi? Tushunarli. Meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Bilasan-ku, ko'pchilik yigitlar uchun bu yagona daromad manbai. Menga qara. Bu masalani iloji boricha tezroq hal qilishga va'da ber. Xo'pmi? Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina asmedia.net saytida. Mashinangni ko'rdim. kelganingni eshitdim. Ha. Bilaman. Ahvoling qanday? Bor gapni aytaman, Jo. Menga hozir seni yordaming juda ham kerak. Agar yo'q desang, buni tushunaman. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib, ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. U sal nariroqda. Uning tarqalish hududlari sen o'ylagandan ancha keng. U? Buni qayerdan bilding? Izidan tushdingmi? Daryo bo'ylab yuqoriga yur. Shunda ko'rasan. Nimani qidirishimiz kerak?
Daryo bo'ylab yuqoriga yur. Faqat ehtiyot bo'l. Bo'linamiz. Biroz. Sherif Riggins, bu Kate Dix. Meni eshityapsizmi? Bu Kate Dix. Sherif Riggins, javob bering. Qabul. Bu Riggins Kate, bu yerda kimdir borga o'xshaydi. Tranquility Vale yaqinida. Qabul. Sherif, darhol hammasini tashlab orqaga qayting. Janubga, men tomonga yuring. Men Stayman Road'da to'xtadim. Tezroq bo'ling. Sherif Riggins, bu Kate Dix. Meni eshityapsizmi? Hammasi joyida. Men uni topdim. Mana shunday. Qasam ichishga tayyormisan? Jin ursin. Ta'ziring nega yaramas? Yo'q. La'nat. Sizning oldingizga boryapman.
Sherif! Sherif! Ey xudoyim! Jeff! 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 Men xohlagan edim. Yaxshiroq bo'lishini xohlagan edim. Jeff, iltimos, o'lma. Yolboraman. O'lma, Jeff. Jeff! O xudoyim. Ey xudoyim. Anavi yerga. Birinchi qurbonlar Scout Flanagan va Josh bo'ldi. Ridgeway, Kaliforniyadagi 2 ekofaol. Ridgeway og'ir ahvolda kasalxonada, Flanagan esa o'lik holda topilgan. Shahar haqiqiy fojiani boshidan kechirmoqda. Hammaning sevimli sherifi Jeff Riggins ham uning 2 yordamchisi singari halok bo'ldi. Ridgeway og'ir ahvolda kasalxonada, Flanagan esa o'lik holda topilgan. Shahar haqiqiy fojiani boshidan kechirmoqda. Qahva yoqdimi? Yo sen doim ichishga odatlangan joyda u yana mazaliroqmi? Yo'q, juda ham mazali ekan. Oxirgi marta qachon qahva ichganimizni eslay olmayman. Dada, siz bilan birinchi marta qahva ichishimiz-ku. Unda nima uchun eslay olmayotganim tushunarli. Agar biror narsa haqida gaplashishni istasang, bilmadim, onang to'g'risida biror nima so'rashni istaysanmi? Iltimos, bu haqida gaplashmaylik. Keling, shunchaki qahvadan bahramand bo'lamiz. Kel, shunday qilamiz. Shundan boshlaymiz. Siz uchun. Kelganimdan xursandman. Men ham. Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib, 3 million so'mga ega bo'ling. 1 daqiqa qaytaman. Ranger Kate Dix gapiryapti. Biz belgilangan joydamiz. Nima bo'ldi? Sherif Riggins. Bu dahshatli manzara edi. U tirik qoldimi? Siz hech San-Diego hayvonot bog'ida ayiqni ko'rganmisiz? Unday demang, Kate. Men shu yerda o'sib ulg'ayganman va shu yerdagi hamma narsani bilaman. Unda nega bu yerda qurilish qilyapsiz? Nima uchun bu yerdagi hamma narsani kavlab, ayiqlarni yoningizga, aholi yashaydigan joylarga yaqinlashishga kelishga majbur qildingiz? Chunki amerikaliklarni endi qishloq xo'jaligi qiziqtirmayapti. Ular barcha iflos ishlarni korporativ fermerlarga yuklayapti. Bir amallab tirikchilik qilishim kerak-ku. Bu urg'ochi ayiq, Jace. Kimdir bolalarni o'ldirgan ko'rinadi. Endi esa u qasos olyapti. Yo'q, bu biz emas, Kate. Quruvchilarning hech biri buni qila olmasdi, hech biri. Siz qayerdan bilasiz? Hammasini tekshirib ko'rdingizmi? Texnikani ishga tushirishdan oldin har bir butani aylanib chiqdingizmi? U haq, Kate. Buni ular qilmagan. Boshqa hech kim ham emas. Bu yerda tabiatning o'zi sababchi. U shafqatsiz. Ko'l yonidagi o'sha ayiqchalar Ochlikdan o'ldimi? yo'q. Ochlikning bunga aloqasi yo'q. U o'zini ayiqchilarini yeb qo'ydimi? Nima?
Lekin biz qizni jasadini ko'rdik. U yeyilmaganda, uni shunchaki o'ldirishgan. U ovqat uchun ov qilmayapti. Unga buni keragi yo'q. U o'ldirishga tashna. To'ng'iz. U to'ng'izni kuzatayotganda shu tariqa sherikka yaqinlashdi. Shu tariqa u ey xudoyim. Nima? U qopqonga tushgan. Yo'q, lekin bu bo'lishi mumkin emas. Hayvonlar. Bunday holat bo'lib turadi. Narsalarni yig'ishtiring va ketinglar. Siz uni baribir topa olmaysiz. U yashirinishni biladi. Kutishni ham. Ketishimizni taklif qilyapsizmi? Uni g'alaba qozonishga yo'l qo'yib beramizmi? Dada. Siz buni jiddiy aytyapsizmi? Jo, yetarli dada. Jo. Menga yordaming kerak. Axir men endi Ranger emasman. Va'da beraman, ko'plab ko'ngillilarni jalb qilamiz. Tajribali ovchilarni ham. Eng yaxshisi ketinglar. Uni tinch qo'ying. Bu uning hududi. Men endi ov qilmayman. Eng so'nggi tarjima filmlar. Nima qilmoqchisiz, Kate? Xuddi siz kabi. Ishlashni davom ettirmoqchiman. O'rmonga borasizmi? Lekin Regan aytdiki, Reganni bunga albatta haqqi bor. U bu tashabbusdan voz kechishga haqli. Biz esa yo'q. Biz buni qilishimiz kerak. Qilamiz ham. Ko'l bu yerdan 500, balki 600 metr narida joylashgan. Ayiqchalarni o'sha yerdan topdim. Demak, qayerdadir uning uyasi ham bor. Bizni bu yerdan pana qilasan. Sen esa men bilan yurasan.
Hammasini imzoladim. Rahmat. Salom. Ko'rishgandan xursandman. Men ham qizalog'im. Bir necha oydan keyin uyga qaytaman. Ajoyib. Men seni yaxshi ko'raman. Men ham dada. Senga va'da beraman, o'zimni o'zgartiraman. Rostdanmi? Ha, Xayr. xayr. Xo'sh. U yaqinlashyaptimi yoki menga shunday tuyuldimi? Yo'q, tuyulmadi. Lazy. Alex. Oyi, Nima bo'ldi? dadam aytdiki, haligi U nima dedi? u ayiq haqida gapirdi. Aynan nimani? O'zini ayiqchalarini yeb qo'yganini aytdi. Bo'lishi mumkin emas. O'z ayiqchalarini oyi, Shunday dedimi? nega ularni yeb qo'yishi mumkin? Qaysi ona shunday qilgan bo'lardi? Bu g'irt bema'nilik-ku. Nega u o'z ayiqchalarini yeyishi kerak? Men ham hayronman, lekin u juda ham yovuz va odamlarni ham o'ldirar ekan. Va hammasiga dadam aybdor. Nega endi? Bunga dadangning aybi yo'q. O'tinaman, oyi. U hali o'shanday albatta, buni bilaman. Lekin bu yerda uni aybi yo'q. Oyi! Ahvoling yaxshimi? Menimcha, Bu nima edi? aftidan odam. Kim bo'lishidan qat'iy nazar biz uni urib yubormadik. Yordam bering. Shu yerda o'tir. Yo'q. Shu yerda o'tir dedim. Kate. Voy xudoyim. Nima bo'ldi? Kate. Menga yordam bering. Kate, nima bo'ldi? Bu qon qayerdan? Alex, tezda tez yordamni chaqir. Hozir. Biz hozir sizga tez yordam chaqiramiz, xo'pmi? Kate, nafas oling. Men sizni tashlab ketmayman, xavotir olmang. Ketish kerak, bu yerda qolish mumkin emas. Oyi, bu yerda aloqa yo'q ekan. Albatta, axir biz o'rmondamiz. Mashinadan tushib bir necha metr yur quyoncham. Tush deyapman senga. Men sizga yordam beraman. Xavotir olmang. Ana u. Bu nima edi? Qo'rqmang, hammasi yaxshi. Bu o'sha. Kim u? Alex, tezroq. Qo'ng'iroq qila olmayapman, oyi. Kim u? Kate'ni mashinaga chiqarish kerak. Mana shunday. Oyi, tezroq bo'ling. Alex, rulga o'tir. Bo'la qol. Bu yerdan qochish kerak. Mashinani o't oldir.
Bu yerda qolish mumkin emas. Alex, ketdik. Oyi, u yurmayapti. Ketdik. Qo'limdan kelmayapti. Yurgiza olmayapman, oyi. Qani bo'la qol, tezroq yurgaz. Tezroq. Oyi! Oyi! Bo'la qol, Alex, yurgaz. Yo'q, 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 yo'q. Yo'q. Bo'la qol. Bo'ldi, ketdik. Tezroq, nimadir o'ylab topamiz. Nima bo'lyapti? Ey Xudoyim! Alex, telefoning qayerda? Shu yerda. Sekin, jim. Mana shunday, jim. Qoting, qimirlamang. Jim bo'ling. Mayli, qimirlamang. Qimirlamaslikka harakat qiling. Ey Xudoyim! Bu nima? Yordam bering! Yordam! Qurolni olib kel. Men shu yerdaman. Bardam bo'ling. Yordam beringlar! Bo'ling. Yordam! To'xtamang. Chiqa qol. Sizlar ham tezroq. Hozir yordam beraman. Hoziroq, shoshiling. Dada, yordam bering! Bo'ldi. Men seni ushlayapman. Endi esa sen. Chiq. Meni qo'limdan tut. Bo'l. Ketdik. Mashinaga tezroq. Bo'ling. To'xtamang. O'tiring. Tez orada uyga ketasiz. Xavotir olmang. Yaxshimisan? Kate. Janob, sizga mumkin emas. Bu mening ayolim. Jarohatlandingmi? Hammasi seni deb bo'ldi, Jo. Nima? Menga yordam berishing mumkin edi. U hamon ko'z oldimda turibdi. Ko'zlarimni yumishim bilanoq uni orqamda turganini his qilyapman. Uning nafasida qon hidini sezyapman. Senga tasalli berishni istardim, lekin ilojim yo'q. U ketmaydi. Meni kechir, Jo. Yo'q, kerak emas. Iltimos, keragi yo'q. Kate, kerak emas. Men kechirilishga loyiq emasman. Sen yaxshi insonsan, Jo. Doim shunday bo'lgan. Jo, men qola olmayman, lekin na bu yerda, na bu uyda. Bizni o'g'limiz ko'z o'ngimizda.
Meni qo'llab-quvvatlashni istamayotganing uchun seni hech qachon ayblamayman. Jo, menga qara. Buni qila oladigan yagona odam sensan. Butun hayotim davomida himoyaga muhtoj bo'lgan narsalarni himoya qildim. Lekin uni himoya qila olmadim. Men o'g'limizni yo'qotdim. U bilan birga seni ham. O'tinaman sendan. Faqat meni oldimga omon qayt. Sport o'yinlariga qiziqasiz, lekin pulingiz yo'qmi? Hoziroq Mostbetdan bonus pullar orqali pullaringizni bir necha barobar ko'paytiring. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Tezroq qoching. Aye, qochinglar. O'g'lim, sen tug'ilganingda men najotga muhtojligimni tushunmagan edim. Sen meni qutqarding. Kichik Jo, sen men yashashim uchun sabab bo'lgan insonsan. Nafas olishimga sababchimsan. Hayotimni mazmun bilan to'ldirding. Sen bilan go'yo qayta tug'ilgandekman. Sen mendan va onangdan eng yaxshi narsalarni olding. Sen kuchlisan. Sen hayotda muvaffaqiyatga erishasan. Men ham bunga guvoh bo'laman. Senga va'da beraman. Men o'sha daqiqagacha yashayman. Tabassum qil, o'g'lim. Hech qachon taslim bo'lma. Hatto senga og'ir bo'lganda ham. Hatto seni tang ahvolga solib qo'yishganda ham. Men senga ishonganim kabi, sen ham o'zingga ishonasan deb umid qilaman. Seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Bugun, ertaga va keyingi har bir kunimda sening mehribon otang. Eng so'nggi tarjima filmlar makoni.
Hoy! Hoy!
Dada. Dada, uyg'oning. Dada. Tura qoling endi. Siz uddalaysiz. Men sizga ishonaman. Mayli. O'zbekistondagi eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Yuqori koeffitsiyentlar, ishonchli pul yechish va tezkor ilova. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'mga ega bo'ling.
Eshitdingizmi buni? Nimani? Axir bu o'rmon. Bu yerda turli xil tovushlar ko'p. O'g'lim, hoy. Bilasanmi, otam qanday yo'l tutardi? Qanday? Aytaymi? Meni qo'yib yuborardi. Biroz o'ynab olishim uchun, biroz daydib kel, sayr qil, qani bora qol. Maylimi? Jo? 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 Hoy! Men seni ortingdan keldim. Bunga nuqta qo'yamiz. Kel endi yonimga. Bo'l. Bo'la qol. Jo!